Bugun sizlarga ma'lumot bermoqchi bo'lgan narsam, bu jenskiy kasalliklar bo'yicha, barcha turdagi kasalliklar bo'yicha giyohdorlar ko'rsatmoqchiman. Kista, mioma, eroziya, adenomioz, mastopatiya, barcha turdagi kasalliklar bo'yicha mana bunaqa dorilarimiz bor. Borovая matka, krasная shotka, sbor nastoyga, immunitetlarni ko'tarishga quvvat dorimiz и vanna. Agar ko'proq mana bu achishlar, shamollashlar, hojatga tez boradigan bo'lsangiz, vannalar bor. Eroziyalarda vanna qilsa, tahorat qilsa, tiniqlashtirib beradigan. Buni ko'rsatib o'taman. Bir choy qoshiq borovaya matka solamiz. Bir choy qoshiq krasniy shotka chamallangan holatda solamiz. Qaynoq suvni ustidan quyamiz. 200 gram yetarli bo'ladi. Buni 2 soat tindirib qo'yamiz. 2 soatdan keyin 100 gramdan 2 mahal ichsangiz, bu barcha turdagi shamollashlarni yo'qotib, tiniqlashtirib beradi. Har kuni 100 gramdan 2 mahal, juda ham natijasi zo'r. Bu narsalarni bir vaqtda ichadigan bo'lsangiz, onkologiyaga davolab berish xususiyatiga ega, juda ham zo'r.